Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizdeki bugünkü devamı da Hazretleri mundaqdaydı. Qattiq issiqda hamda peşim namazını soytuş. Peşim namazındaki vaqtini sal kechiktirib, sal sovuganligingizni o'qish haqida nima deydi bu odam? Bu 533 ve şundaqla 534 numaralı hadis. Yani demek bu hadisni ikki ravi, ikki yo'lda rivoyat qilgachqa, shunga buningga 2 numara qo'ygan. İmam Buxoriy Hazretleri deydi, bizga Ayyub ibn Sulaymon degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining tarjimasi boshida o'tmagan. Ayyub ibn Sulaymon ibn Bilal nomi bilan mashhur, Abu Yahya yoki Abu Ishaq kunyasi bilan mashhur, o'zi Arablarniki shu Taymi qabilasidan hisoblanadi. Taymi. Misrda tug'an 224-yili o'lib ketgan. Demak bu odam Taymi degandilar Abu Bakr Siddiq bilan munosabati bor kishi ekanlik bilindi. Yoki Abu Bakr Siddiq jamoat bilan munosabati bor deyishki bo'ldi. Chunki Abu Bakr Siddiqning nevarasi Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abu Bakrning odatgardisi deyilgan. Endi bu odamniki bunda muhaddislarniki nazarda İbn Hajar Asqaloniy İmam Zahabi rahmetullohi ishonchlik odam degan bahoni bergan. Undan boshqa masalan hadis ulamolari Abu Davud rahmetullohi alayhi masalan buni siqa degan bu kishini ishonchlik odam deb olgan. Undan boshqa asosan ko'p sondagi ulamolar bu kishiga ishonchlik deb bahoni bergan. O'ziniki shu matematika ve miras meselelerini bilish dairesiyle meşhur ulamalar arasında. Bu kişi hem de İmam Malik rahmetullahi aleyh'den hadis anlayan İmam Malik rahmetullahi aleyh'ninki şagird oldu ondaqda. Hem de hadis ilmi qo'shgan töhfələr qatarida bu adamniki şu Sahih Buxori'de 4 tane, Nesai'de 4 tane, Abu Davud'da 1 tane, Tirmizi'de 1 tane hadis var. Yani bu zat dedi bizge Abu Bekir'e hadis sözlep bergen dedi. Abu Bekir'in ismi Abdülhamid ibn Ebi Uveys namıyla meşhur. Kitab-ül İlim'da ötüp ketken bu. Şu tercümalı başta ötkeni. Bu adam Süleyman degen kişidin. Süleyman ibn Bilal degen kişi. Bu kişi dedi hem Süleyman degen kişiden bayan kılıp Abu Bekir'e. Salih ibn Kaysan mundaq degen idi dedi. Bizge A'rac Abdurrahman ve onundan başkalar mesela Ebu Hureyre'den hadis sözlep bergen. Demek bu hadisi A'rac Abdurrahman diyen kişiye ve başkalar Ebu Hureyre'den bir sözlüge bu hadisini. Abdullah ibn Ömer'in adetkerisi Nafi Abdullah ibn Ömer'den sözlüge. Demek bu hadis iki sahabeden bayan kılıngan. O işkeyle hem de bunu Nafi sözlep bergen ki Abdullah ibn Ömer ile Ebu Hureyre radıyallahu anh. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namidin bu iki sahabe Nafi sözlep bergen. Cenab-ı Resulullah aytadi ki siz qattiq bo'lib ketib qolsa namozni so'ytinglar. Chunki bu yozning issiqi jahannamning haroratidan, shiddatining kuchligligidan bo'ladi degan. Demak hamda boshdagi hadislarda namozga oldirash, namozni o'z vaqtida o'qishniki fazilat haqida bayon qilinib bo'lgandan keyin Imom Buxoriy Hazratlari bu yerda bir qism namozlarni muayyan vaqtlarda tasoddifiy ahvollar tufaylidan ma'lum bir hodisavilik ahvollar tufaylidan mutlaq afzaliyatdan istisnoi holatda bir afzaliyatga o'tyapti. Demak, shunga o'xshash qattiq issiq bo'layotgan paytlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namozni so'yg'anda o'qinglar deyapti. Bu nima degan vaqtida bir xil jamoatchilik bo'lgan yoki musulmonlarga bo'lgan bir kengchilik, mehribonlik bo'lishi bilan birga bir mustahab deb qaraladi. Namozni dastlabki vaqtida o'qish bu cho'qim bir asli holat. Lekin bunda so'ytib o'qish bumi qilib qolsa, bu sunnatni ijro qilay bo'libdi deb qolsa, bumi keng yo'lliq bir ibodatlarniki biri. Endi 535 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullahi alayh bizga Ibn Bashar hadis so'zlab bergan edi deydi. İbn Beşer deydi bizga Gundar hadis so'zlab bergan deydi. Gundar deydi bizga Shu'ba Muhacir ibn Abil Hasandan hadis so'zlab bergan deydi.
Bu muhacir Zeyd ibn Vahb'dan anlagan ekan. Zeyd ibn Vahb bu tabi'in Ebu Zer radıyallahu anhu'dan anlagan bu hadisini. Bu hadisga ravilarning ichida masalan Zeyd ibn Vahb bilan Muhacir ibn Abul Hasanning tarjimali boshda o'tilmagan. Qolgan ravilarning hammasi tarjimali o'tgan. Ibn Bashar masalan Muhammad ibn Bashar Imom Buxoriyniki ustozi. Endi Muhacirga kelsak, Muhacir Abul Hasan ism Muhacir, kunyasi Abul Hasan deb qaralgan. Bu kishi Taymiy jamoatidan, Qurayshlarning Taymiy jamoatidan, ozodkorlik nuqsatidan Kufada yashagan 121-yildan 130-yillar atrofida, o'sha atrofda o'lib ketgan deyilgan. Bu odam İbn Hajar Asqalani bilan Imom Zahabiyning nazarida ishonchlik deb qaralgan muhaddislarniki biri. Undan boshqa Yahya ibn Ma'in, Imom Ahmad, Imom Nasai qatorliq danglik muhaddislar bu kishiga ishonchlik deb nom bergan. Demak, bu odam o'zi Kufada yashagan buyuk muhaddislarniki biri o'z zamonasidagi. Hamda ustozlari Zeyd ibn Vahb shu ustozlar bor ekan. Hamda shogirdlari kim degan vaqtda Shu'bat ibn Hajjaj degan danglik sahoba. Hamda hadis ilmi qo'shgan tuhfasi qatorida Buxoriyda 4, Sahih Muslimda 1, Abu Davudda 1, Tirmizida 1 dona hadisi bu kishiniki saqlanib qolgan. Endi bu odam hamda Zeyd ibn Vahb degan kishidan anglagan. Hamda Zeyd ibn Vahb kim degan vaqtda Abu Sulaymon al-Juhani nomi bilan mashhur, o'zi Kufalik odam. Bu odam Kufada yashab, Hijriya 96-yili o'lib ketgan. Hajjajning zamonida o'lib ketgan deyildi. Tug'an o'rinlari asosan o'sha Shamda, Iroqda yashagan. Bu odam jahiliyat davrini ko'rgan, islomiyat davrini ko'rgan. Undaqda ish cho'ng odam ekanda bu. Nimishqa umri uzun deymiz deganda, birinchidan bu odam 94-yili o'lib ketgan. Ikkinchidan Janob Rasululloh hayot vaqtida Rasulullohning qishib mangan bu odam. Bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kishi Madinaga kelishdan burun o'lib ketib qolgan. Rasulullohning qishiga hijrat qilib kelgan. Kelganda bu kishi Madinaga kirib bo'lgach Rasululloh o'lib ketgan. Bu kishiniki ustozi Abu Zar al-Ghifari radhiyallohu anhu Shomga kirib Kufada yashab, Yahya ibn Ma'in qatorliq ulamolarniki ishonchlik degan, siqa degan nomga erishgan. Ko'p hadis rivoyat qilgan deb qaragan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki demak hayotida musulmon bo'lgan, lekin hijrat qilgan. Lekin Rasulullohni ko'rish sharifiga, sahoba bo'lish sharifiga erishamagan. Shuningdek bu cho'ng sahobalardan bu odam hadis rivoyat qilgan. Hazrat Umar, Hazrat Osmon, Hazrat Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Huzayfatul Yamani, Abu Darda qatorliq sahobalar bu kishiga ustoz bo'lgan. Bu kishining shogirdlari masalan A'mash, Saq Sabi'i, Hakim ibn Utayba qatorliqlar. Hatto Jarir ibn Abdullah, Sabit ibn Vadi'a qatorliq sahobalar bu kishining ustoz bo'ldi. Hamda hadis ilmi qo'shgan tuhfas qatorida Sahih Buxoriyda 26 dona hadisi bor. Sahih Muslimda 10, Abu Davudda 8, Tirmizida 7, Nasaiyda 6. Demak, hadis ilmiga shunday zo'r tuhfalarni qo'shgan buyuk tabiinlarniki biri. Endi bu zot deydi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki muazzini peshin namozga azon aytgan edi. Janob Rasululloh dediki, so'yt dedi. So'yt degani ya'ni aldırmay saqlaptı dedi. Deb bo'lib, bu qiziqlik cehennem dövzaxının issiqlik hararati tufaylidan bo'ladi. Shunlashqa qiziq yoki issiq qattiq bo'lib ketgan vaqtida namozni so'ytinglar degan. Hatto biz deydi Abu Zar al-Ghifari, hatto biz bunda töpülüklerinin sayılarını ko'ratdik deydi. Bunda degani jing emas peshimniki vaqt ichiga vaqtida bir tomniki soyasi tushmaydi. Tomning soyasi tushmaydi. Shunda qarilib birer saat, yarim saat o'tgan vaqtida andin töpülükler yoki tomniki tuviga soy paydo bo'ladi. Demakchi o'g'ini peshimni biz mushta birer saat o'tgandan keyin yoki tomlarga ya töpülüklerga soy paydo bo'lgandan keyin biz o'qiydiq demakchimda.
En 536 numaralı hadiste İmam Buxari rahmetullahi aleyh bizge Ali ibn Abdullah hadis sözlep bergen idi dedi. Bu kişi deydi bizge Sufyan hadis sözlep bergen idi dedi. Sufyan deydi biz bu hadisni İmam Zuhri'den yadlagan tok. İmam Zuhri Said ibn Musayyib arqılıq. Said ibn Musayyib qayıntisi Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'dan bayan qilgan bo'lib, Ebu Hureyre radhiyallahu anhu Janob Rasulullah'dan bayan qilgan. Janob Rasulullah dediki, issiq qattiq bo'lib kelsa namozni so'ytinglar. Bu issiqning qattiq ig'ir bo'g'ini jahannamning qiziqligining kangligidan, qattiq bo'lganligidan, issiqning ishib ketganlik tufaylidan jahannam dovzaq qattiq qaynab ketganlikdan degan. Şu hadisning oyg'ilam ulab, yani buni 537 numaralı hadis degan. Dovzaq o'z Parvardigoriga shikoyat qilib mundaq dedi. Ey ulug' Parvardigor, meni bu birsi yeb ketdi dedi. Yoki mening ma'lum bir qismimni yeb ketdi. O'zim yeb ketdim mana dedi-de. Degandan keyin Alloh dovzaqga 2 nafas ilishga ruxsat qilgan. Bir nefesini qishda, bir nefesini yozda. Yani demek, şu yozdagi issiqlik ay nefesning tufaylidan ve qishdagi sovuqlik masalan, sizlar his qilayotgan bu sovuqlikmi mana shu nefesning tufaylidan deb shunaq degan. Endi bu yerda bu dovzaqning gap qila oladigan, gap qila olmaydigan masalalar haqida ulamolar orasida o'xshamagan qarashlar bo'lgan. İmam Bayzavi rahmetullahi aleyh bu mecaz deb bundaqmi tushundirgan. Chunki buning bu shikoyati degan gap buning qattiq bir tish, g'alyan issiqning qattiq bo'lib ketganligi. Bu yerdagi bir-birini yeb ketdi degan gap qistonchilikningki yoki bundaq dimiqning ig'irligidan bunda bo'lgan deb bunda qaragan. Lekin bu yerdagi zohiriy ma'no bakrak hamda aqlga ham uyg'un ham munosib bo'lishi kerak. Ondan başqa biz bu hadisda yana bir nuqtani bildikki, demak bu dovzaq faqat issiqlam emaskina. Demak dovzaq jahannam ham issiq, ham sovuq jahannam bor ekan deganligi bilinib turadi bu yerda. Ondan başqa masalan bu Mu'tazili ko'z qarashdikilar yoki Mu'tazililar bu dovzaq degan hozir yo'q, bu qiyomat kuni yaratilgan narsa deb qaraydigan fikrlarga, falsafalarga bu raddiya. Demek dovzaq azaldan bor narsa. Azaldan bo'lg'achqa buning masalan yozdagi, qishdagi shu tiniqlarining sababini biz ko'ryapmiz. Endi bir qismlar deyishi mumkin masalan bunda sovuq va issiq degan shu astronomiyalik quyosh bilan aloqador masala deb bunda savollarni so'rash mumkin. Bu bizningki ko'zimizga ko'ringan hozirgi holati. Lekin bu shar'iy sababni faqat vahiy orqali bilalaymiz. Bu ikkiniki hech qanday bir-biri bilan zidlik yo'q. Bu astronomiyalik bog'lanish bilan bu shar'iy bog'lanishniki hech qanday bir zidlik yo'q. Alloh subhanahu va taolo astronomiyalik mushtaq holatni shar'iy bog'lanishga sabab qilib qo'ygan bo'lishi ehtimoldan yiroq emas. Bu tabiiy ahvol. Endi 38 numaralı hadiste İmam Buxari rahmetullahi aleyh bizge Umar ibn Habs hadis sözlep bergen dedi. Bu kişi dedi, bana dadam hadis sözlep bergen dedi. Bu kişinin dadısı bizge A'meş hadis sözlep bergen dedi. A'meş dedi bizge Ebu Salih Ebu Sa'id'in hadis sözlep bergen. Ebu Sa'id el-Hudri Ebu Sa'id degeni. Bu zat dedi Cenab-ı Resulullah peşimni soytonlar. Bu sığlık cehennemnin qattiq hararet tufaylidan degan. Bu hadisga Sufyan, Yahya, Abu Avani A'mashdanmi mutobaqa qilgan, ergashma qilgan. Ya'ni demak, bu hadisdan bu shularmi demak, mushu hadisda mushu Sufyan, Yahya, Abu Avan qatorliq kishilarmi boshqa yoki labzda yoki boshqa ma'noda mush hukm bilan rivoyat qilgan, bayon qilgan demakchi. Demak, bu hadis mushu peshimning issiq vaqtida so'yitish haqidagi hadislar xilma-xil shakllarda keltirilganligi bilan ko'rvag'li bo'ldi. Ham tövendeki babda İmam Buxari rahmetullahi aleyh biz oldingi babda peshimni normal vaqtlarda safar qilmagan muqim vaqtlardagi so'yitish haqida to'xtalgan. Endi hozir peshimni
Seferde soyutup oqsanda oldu. Peşim sel kechiktirip avsal soğuganыңızı oqsanda oldu dedi. Bu 539 numaralı hadis. İmam Buxari rahmetullahi aleyh bu hadiste bizge Adem İbni Ebi İyas hadis sözlep bergen idi dedi. Bu zat dedi bizge Şu'be hadis sözlep bergen idi dedi. Şu'be dedi bizge Muhacir Ebul Hasan Beni Teymillah azetkerdisi bu kişinin tercümalı bayatını öttü dedi. Sözlep bergen dedi. Bu kişi dedi ben Zeyd ibn Vahb Ebu Zer el-Gafari'den anlagan ki. Bayan qilgan ki. Hem de Mao Ebul Hasan degan kishi men Zeyd ibn Vahbdan anlagan dedi. Ebu Zer el-Gafari dedi Peygamber sallallohu alayhi vasallam bilan birga biz bir saferde idik dedi. Bu sahabe. Muazzin peşimga aza etay depti. Bu muazzin Bilal de başka rivayetlerde Bilal deyilgen. Aza etay dep temşelgen edi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam saklasa soyutup etkin dedi. Andan birden turib bu adam yana aza etay depti. Peygamberimiz soyut dedi. Hatta biz şu töpülüklerinin sahillerini görüp kettik dedi. Dönglerinin. Cenab-ı Resulullah dedi mana şu ıssiqning qattiq bo'layotganligi cehennemning qiziqligidandir. Şuңlashqa qattiq issiq bo'lgan vaqtda namozni so'yitib o'qinglar deb shundoq degan edi dedi. Hamda Abdullah ibn Abbas deydi yani mayli bo'lish dedi. Sal egish, sal ingishish degan ma'noda degan edi payya degan. Yani bu yerda özünki şo'lisi sal pastga ingishgan vaqtida mayli bo'lgan vaqtida soya tashlaydi shunga. Ma'nosi bu yerda mayli bo'lish, oylanish, qaytish degan ma'noda. Demek şu tamninki yoki to'plikniki ko'langisi soyasi shunda maylulab kengaygan holatda qaytgan holatda yetipayya bo'ldi. Demek bu tamlar soya tushgan vaqtida o'qgan qarg'an vaqtida asr namozni oldiroq o'qganligi chiqib turyotdi. Bugungi darsimiz mushayish bo'lg'ay. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.